Musobaqada 5 ta jamoadan iborat o'quvchilar qatnashmoqda. Quyidagi o'quvchilar, guruh, o'qituvchilar jadvallari berilgan. Mana yuqori qismiga qaraydigan bo'lsak, jadval nomi yozilgan. O'quvchilar, guruh va o'qituvchilar jadvallari berilgan. Bunda guruh ID maydoni o'quvchilar guruh ID maydoni bilan, guruh o'qituvchilar maydoni o'qituvchilar ID maydoni bilan bog'langan. Ushbu so'rov bajarilgach, chiqariladigan natijadagi o'quvchilarning qaysi fandan yoki fanlardan musobaqada ishtirok etayotgani, ya'ni o'quvchi fani maydonidagi natijani toping deyapti. Ya'ni bu yerda berilgani guruh ID degani bizda mana guruh birinchi yozilgan nuqtagacha bo'lgan qismi bu jadval nomi. Guruh degani bu bizda jadval nomi. ID degani o'sha jadvaldagi ustunni nomi, maydonni nomi. Mana. Demak, guruh ID. Ya'ni mana guruh jadvalidagi guruh maydoni. Keyingisi ham xuddi shunday. O'quvchilar, mana o'quvchilar jadvali birinchisi, guruh ID degani bu yerda bor mana. Guruh ID. Yoki keyingisi ham mana guruh degani bu jadval, bizda ikkinchi jadvalimiz o'qituvchilar degani mana o'qituvchilar degan maydoni mavjud. Va bu o'qituvchilar ID deyapti. Demak, o'qituvchilar mana bu ID maydoni hisoblanadi. Ya'ni nuqtagacha bo'lgan bu jadval nomi, nuqtadan keyingi qism o'sha jadvaldagi biror ustunni bildiradi. Endi biz topishimiz kerak, mana shu musobaqada, mana shu bog'lanishlar asosida nechta o'quvchi mana shu shartga asosan qatnashayotganini topishimiz kerak. Bunda mana pastda shart berilgan bizda va mana shu shartga asosan bajaramiz. Shart qaysi? Demak, jadvalga nisbatan hozir qo'llanilganligini topamiz. Birinchi bizda mana bu yerda berilgan jadvallar nomi bor. Tableda o'quvchilar degan, ya'ni o'quvchi ID'si, o'quvchi ismi, o'quvchi familiyasi so'rovda chiqadi. Fani degani va toifasi degani o'qituvchilardan kelyapti mana. Fani va toifasi degani o'qituvchilar jadvaldan hosil bo'lyapti. Bu yerda chunki o'qituvchilar turibdi. Va bular so'rovda ko'rinmaydi. Sababi mana bu yerda bitishga, ya'ni ko'rinishga, mana show degan ko'rinishga bizga bitishga olib tashalgan. Agar bu bo'lsa, so'rovda bular ham albatta qatnashadi. Lekin so'rovda bu bajariladi. Ya'ni kriteriya qatorida mana like tem berilgan, keyin or deb yana not like chi berilgan. Ya'ni biz mana shu ikkita so'rovni bajaramiz. Natijada o'quvchilar jadvaldagi 3 ta ustun ko'rinadi. Bu ikkalasi ko'rinmaydi, lekin shartda bajariladi. Endi nimalar bo'lyapti? Bu yerda mana o'qituvchilar degan jadvalda deyapti bizga like tema. Ya'ni o'sha o'qituvchilar fani degan ustunida, o'qituvchilar jadvalining, mana o'qituvchilar jadvalining fani degan ustunida tema so'zi qatnashgan, demak, maydonlar bo'ladi. Tema so'zi. Ya'ni temasi matematikada tema so'zi bor mana. Matematikada bor. Yoki mana pastga yozilgani yokini bildiradi. Agar bular bir qatorda bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi mana bu tepada bo'ladigan bo'lsa, mantiqiy ko'paytirish n bo'ladi. Ikkalasi ham bir vaqtda bajarilishi kerak degani. Lekin o'zi pastda yozilgani uchun bu yokini bildiradi. Yoki fanida tema so'zi qatnashgan yoki chi qo'shimchasi qatnashmagan. Not, ya'ni qaysida? Toifasida. Toifasida chi so'zi qatnashma, not degani qatnashmagan degan. Ya'ni qatnashmagan degani oliyda bo'ladi mana. Mana bu toifa ustuni oliyda chi yo'q, oliyda chi yo'q, oliyda chi yo'q. Chunki birinchi, ikkinchi, uchinchida chi so'zi bor. Katta kichiklari farqlanmaydi. Ya'ni qarang, katta bo'lsa ham, kichik bo'lsa ham inobatga olamiz. Endi bizda qaysi ustunlar bo'ldi? Mana bizda 6-chi o'qituvchi, ya'ni Quli va Yayra degani fani matematika ekan, toifasi oliy ekan. Demak, bu bizga qanoatlantiradi. Keyingisi 3-chi Jafarov Sulton o'qituvchi fizika fanidan. Demak, fizikada tema so'zi yo'q, lekin yoki bo'lgani uchun oliyda chi so'zi qatnashmagan. Buni olamiz. Ya'ni buni hisobga olamiz. Keyingisi birinchi o'qituvchimiz Xurramov Elbek informatikada tema so'z yo'q, lekin oliy, mana chi so'zi qatnashmagan uchun oliyni olamiz. Yoki bo'lgani uchun. Bizda ana shunday ko'rinishda bo'ladi. Yana 3 ta bu yerda bizda o'qituvchi e, demak, mana shartni qanoatlantiradi. Birinchi, uchinchi, 6-chi ID'dagi o'qituvchilar mana shu berilgan shartni qanoatlantiradi. Endi bizga aytyapti shartida guruh ID o'quvchilar demak guruh ID'si bilan, ya'ni mana guruh ID'si mana o'quvchilarning guruh ID'si bilan bog'langan deyapti. Mana bunday bog'langan, o'zaro bog'langan. Keyingisi guruh
o'qituvchilar ID'si, mana bu guruh o'qituvchilar ID'si o'qituvchilar ID bilan bog'langan. Mana bu yerda berilgan, ana bu ID bilan o'zaro bog'langan hisoblanadi. Ya'ni mana bu guruhdagi o'qituvchilar ustunidagi raqamlar aynan mana bu yerda keltirilgan o'qituvchilarning ID'si hisoblanadi. Va bu yerda jamoalar nom berilgan. Algoritm jamoasi, dasturchi jamoasi, intellekt jamoasi, kompyuter aloqachi jamoalari keltirilgan. Endi bizni shartni qanoatlantirganlar qaysi? Birinchi ID'dagi o'qituvchi, uchinchi, oltinchi. Demak, mana bu jadvaldan faqat birinchi ID'dagi, uchinchi ID'dagi va oltinchi ID'dagi demak jamoalarga bular rahbar ekan. Ya'ni Xurramov, Jafarov, Quliyev mana. 4 bilan 5 yo'q. Bizni shartni qanoatlantirmadi. 4-chi, 5-chi o'qituvchilar. Shuning uchun buni olmaymiz. Va endi algoritm o'z-o'zidan guruh ID'si mana bu guruh o'quvchilar guruh ID'si bilan bog'langan. Bu nima degani? Bu degani jamoadagi mana bu tartib ID'lari mana bu yerda keltirilgan. Ya'ni o'quvchilar guruh ID'si ustundagi raqamlar, mana bu yerdagi raqamlar bu jamoalarning raqamlari hisoblanadi. Mana bu yerda keltirilgan jamoalarning ID'lari hisoblanadi. Chunki bog'langan bular. Endi bizni shartni qaysilar qanoatlantiryapti? Birinchi, mana birinchi, uchinchi, oltinchi, ya'ni birinchi guruh algoritm, dasturchi, intellekt. Va bu yerdan aynan biz ana shu guruh ID'larini izlaymiz. 1, 2, 3larni izlaymiz. Birinchi 1, 2, 3, 1 olamiz, 2 olamiz, 3 olamiz, 1 olamiz. Ya'ni aynan mana shu birinchi, ikkinchi, uchinchi jamoadagi o'quvchilarni bu yerdan tartiblab olamiz. Ya'ni sababi mana bu shartni qanoatlantiradigan o'qituvchilar birinchi, uchinchi, oltinchi ID'da turibdi. Mana birinchi, uchinchi, oltinchi ID'dagilar jamoalar algoritm, dasturchi, intellekt. Bularning ID'lari 1, 2, 3. Demak, o'quvchilarda jadvaldan 1, 2, 3 ni izladik. Endi shularni fanni qaraymiz. Mana matematika bitta. Demak, yana bitta matematika mana bu yerda. Demak, bitta matematika, ikkita matematika bo'ldi. Demak, ikkita demak, ikkita matematika fandan. Keyingisi bitta informatika. e, Demak, tamom. Ikkita matematika bo'ldi, bitta informatika bo'ldi. Bitta informatika fandan o'quvchi qatnashgan. Keyingisi demak, fizika. Mana bitta fizika bo'ldi. Bunda ham shu bitta bizda fizika fandan o'quvchi qatnashgan. Va oxirida mana bu yerda mana ikkita ingliz tili turibdi. Demak, ikkita ingliz tilidan demak, o'quvchilar qatnashgan. Jami mana shunday 6 ta o'quvchi qatnashgan hisoblanadi. Endi bu so'rovni bajargan vaqtimizda bizda birinchi ID'dagilar chiqadi. Ya'ni birinchi ID deganimiz mana Abdullayeva chiqadi, keyin Ahmedova chiqadi, keyin Avezova chiqadi. Keyin ikkinchi ID'dagilar chiqadi so'rov bo'yicha. Ikkinchi ID'da Salomova turibdi mana. Ya'ni birinchi bilan shular, keyin Salomova chiqadi, keyin uchinchi ID'dagilar. Ya'ni bular ham tartib bo'yicha Asadov, keyin Nizomiddinov hosil bo'ladi. Javob ana shunday ko'rinishda bizga aytyaptiki, nechta demak, o'quvchilar ishtirok etganini topish kerak. Har bitta fan bo'yicha mana fanlar bo'yicha shartni qanoatlantiradiganlar bo'yicha topdik. Mana shunday javob bo'ladi. Endi buni Access dasturida bog'lab, ya'ni bajarib ko'ramiz. Mana dasturni o'zi ishga tushirib olamiz. Va bizda mana guruh aynan hozirgi kabi bu yerda kiritilgan ID'lar bo'yicha endi bog'lanmagan hali. O'qituvchilar mana 7 ta o'qituvchi kiritilgan va o'quvchilar jadvali ham mana tayyor. Endi shularni bog'lab ko'ramiz. Bularni aytilgan masala sharti bo'yicha bog'lashimiz uchun database toolsga kiramiz, relationshipsga kiramiz va bu yerda add table, ya'ni jadvallarni qo'shib olamiz. Endi bizga shartiga nima dedi bu yerda qaraymiz. Demak, guruh ID maydoni deyapti. O'quvchilar guruh ID'si bilan bog'langan deyapti. Guruh ID maydoni ushlaymiz. O'quvchilar o'zi mana bu yerda mana bizda o'quvchilar mana ID'si bor. Mana shu bilan bog'langan. Shu yerga kelib kursorni qo'yib yuboramiz va bu yer yangilashtirib bitishga qo'yib OKni bosamiz. Create mana bog'landi. Keyingisi guruh o'qituvchilar maydoni o'qituvchilar ID'si bilan bog'langan deyapti. Demak, guruh o'qituvchilar
Demak, guruh, ya'ni o'qituvchilar maydoni, ya'ni bizda mana bu, ya'ni guruh o'qituvchilar maydoni o'qituvchilar ID'si bilan bog'langan ekan. Demak, bu yerda o'qituvchilar ID deb olingan. Mana shu demak, o'qituvchilar ID'si bilan bog'langan. Mana. Demak, bular o'zaro bog'lanadi. Endi so'rov berib ko'ramiz. Demak, query dizaynga kiramiz va mana shu uchta hozirgi jadvalimizni joylashtirib olamiz. Va aynan hozirgi kabi, o'sha berilgan kabi bu yerda yaratib olamiz. O'quvchilardan ID'si, ismi, familiyasi edi bizda. O'qituvchilardan fani, toifasi edi jadvalda. Mana. Va bu yerda yozamiz. Biz shartga qarab olamiz. Demak, like tema ekan, demak, like qausda qo'shtirnoq yulduzcha, demak, tema yulduzcha qo'shtirnoq qaus yopamiz va pastda not like, demak, biz chi o'sha qo'shimchasi qatnashmagan degani. Katta kichik ahamiyati yo'q uni. Mana. Va so'rovni run qilib ko'ramiz. Mana bizga 6 ta o'quvchi chiqyapti. Ya'ni birinchi ID'dagilar Abdullayeva, Ahmedova, Avezova, ikkinchi ID'dagi Salomova va uchinchi ID'dagi Asadov, Nizomiddinov. Jami 6 ta o'quvchi chiqyapti. Endi mana bu pichkani olib tashlaydigan bo'lsak, endi faqat o'quvchilarni demak ID'si, ism familiyasi ko'rinadi. Mana. Mana shu 6 ta o'quvchi demak bizni shartni o'sha qanoatlantiradi. Ya'ni berilgan shart bo'yicha, mana bu shart bo'yicha aynan 6 ta o'quvchi qatnashgan hisoblanadi.